Dunyodagi eng yengil avtomobillar haqida bilasizmi? Top 3ligimizni BMW Greenwheel Scorpion boshlab beradi. Uning o'ziga xos jihati nafaqat yengilligida, balki uch g'ildirakli ekanligida hamdir. Maksimal tezligi 210 km/soat, og'irligi esa 329 kg ni tashkil qiladi. Samolyot dizaynidan ilhomlanilgan Messerschmitt QR200 aerodinamik tuzilishi va ketma-ket joylashgan o'rindiqlari bilan noyob avtomobil hisoblanadi. 10 yil davomida atigi 41 ming nusxada ishlab chiqarilgan. Og'irligi esa 229 kg ni tashkil qiladi. Ro'yxatimizning yaqqol peshqadami Pell P50 kamyob avtomobillar qatoriga kiruvchi ushbu model bir faraga, bir o'rindiqqa va orqaga harakatlana olmasligi bilan bizni ajablantiradi. Yana bir qiziqarli jihati uning og'irligi o'rtacha inson vazniga teng, ya'ni 59 kg. Pell P90 faqat maxsus buyurtmalar asosida ishlab chiqarilgan. Siz uchun qiziq bo'lgan avtomobillar va ularga oid bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormang.